Amerika parlamenti Sharqi Turkistonda Uyg'urlar duch kelgan kishilik huquq masalasiga yana bir qatim diqqat qildi. 27 yanvar chorshanba kuni ikki partiyaning bir turkum kengash palata a'zolari Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Amerikaga kirishini cheklaydigan qonun loyihasini qayta o'tirg'a qo'ydi. Uyg'ur majburiy emgakining oldin elish qonun loyihasi Cumhuriyetchilar partiyasining kengash palata a'zosi Marco Rubio va demokratchilarning kengash palata a'zosi Jeff Merkley tarafidan o'tirg'a qo'yilgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ma'muriy komitetining o'rtaq raislari va a'zolari bo'lish sifati bilan kengash palata a'zolari Rubio va Merkley o'xshash ismli qonun loyihasini 2020 yil martda o'tirg'a qo'ygan. Ammo bu qonun loyihasi parlamentda o'tgan qatimliq vazifa muddati oxirlashishdan burun ma'qullanmagan. Hozir bu qonun loyihasiga partiya hal qilgan 27 parlament a'zosi birlikda imzo qo'ygan hamda parlamentdagi ikki partiyaning yuqori bahosiga erishgan. Rubio chorshanba kundagi bayonotida mundaq dedi: Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'ur va boshqa oz sonli musulmonlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qatorliq og'ir kishilik huquq dafsandichiligi yurgizdi. Ularga ko'z yumishga sababimiz yo'q. Aksicha biz butun kuchimiz bilan ularni to'sishimiz kerak. Kengash palata a'zosi Jeff Merkley yozma bayonotida mundaq dedi: Xitoy uzun yillardan buyon Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilyotdi. U Uyg'ur va boshqa musulmonlar jamoatini qiynab, majburiy emgak orqali erishgan mahsulotlar Amerikadagi do'konlarda sotiladi. Bu haqiqatan kishini andishga soladi. Biz cho'qim irqiy qirg'inchilikqa qarshi turib, bu mahsulotlarning import qilinishini cheklashimiz va Uyg'urlarning ziyonkashligiga to'liq mas'ul bo'lishimiz kerak. Reuters agentligining 29 yanvar xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yangidan tayinlangan ministri Antony Blinken chorshanba kuni so'z qilib, Amerikaning Janubiy Osiyo ellari bilan birlikda Xitoyning Janubiy dengizidagi kengaymichilikka taqobil turadiganligini bildirgan. Antony Blinken Filippin Tashqi ishlar ministri bilan telefonda ko'rishganda yuqorqi so'zlarni qilgan bo'lib, Amerika bilan Filippinning uzoq muddatli hamkorlik kelishimining muhimligini ta'kidlagan. Bu hafta Tashqi ishlar ministri bo'lib xizmatga tushgan Antony Blinken Xitoyning Janubiy dengizidagi kengaymichiligi va ig'vogarlikka qarshi turadiganligini ta'kidlagan hamda Xitoyni xalqaro qonunga rioya qilishga chaqirgan. Janubiy Xitoy atdiganlik pochta gazetining xabar qilishicha, Hindiston prezidenti Kovind davlatning egilik huquqini qo'g'dash uchun amaliy kontrol qilish liniyasi chegara rayoniga texnik ko'p askarning o'rinlashtirganligini aytgan. Kovind parlamentga so'z qilib, Hindistonning amaliy kontrol liniyasidagi egilik huquqini qo'g'dash uchun qo'shimcha harbiy kuchining avatilganligini bayon qilib mundaq degan: "Mening hukumatim davlatning manfaatini qo'g'dashga to'liq va'da beradi." Hindiston Tashqi ishlar ministri 28 yanvar qilgan so'zida o'tgan yili yuz bergan qonliq to'qinishning ikki davlat munosabatini og'ir darajada buzganligini aytgan. U Xitoyni chegarada askar to'plash va ul aslaha qurish bilan ayblagan. Xitoy Angliyaning Hong Kong aholilari uchun tarqatgan pasportini endi e'tirof qilmaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: Xitoy 31 yanvardan boshlab atalmish chet eldagilarga berilgan Angliya pasportini kuchga ega sayohat hujjati va kimlik hujjati deb e'tirof qilmaydi. Angliya bosh ministri Boris Johnson bundan burun "Men Angliya pasporti bo'lgan Hong Kongliklarning davlatimizda yashash, ishlash va o'g'il selish imkoniyatiga ega qiladigan bu yangi yo'lni ochganligimizdan to'liq faxrlanaman" degan. Vengriya davlatlik davolash va sog'lomlik markazi Rossiyaning Wuhan virusi vaksinasi Stamtekve'dan keyin Xitoy shirkati Sinopharmning vaksinasiga ijozat berdi. Shunda qilib, Vengriya Yevropa ittifoqi ichidagi tunji bo'lib Xitoy vaksinasini tasdiqlagan davlat bo'lib qoldi. Yevropa ittifoqi ichida Moderna va AstraZeneca vaksinasini sotib olishdagi qiyinchiliklar dunyoning nurg'un joydagilariga o'xshash ittifoqqa a'zo davlatlarda Rossiya va Xitoy vaksinasini qayta baholashni keltirib chiqargan.